Xo'p, bir muammo bor. Qaysi moddadan bariy peroxid o'tkazilganda elektr o'tkazuvchanlik kamayadi desa, kumush ftorid, to'g'rimi? Ham kumush oksid, ham bariy ftorid cho'kmaga tushib ketadi. Ikkinchisi, Gun qoidasi tushunarlimi? 3. Ko'mir tarkibida uglerod massa ulushi 68.8%, vodorod esa 10%, oltin yurt 3.2% bo'lsa va yonmaydigan qo'shimcha bor. 3 kilogramm ko'mirni yondirish uchun qancha kislorod kerak desa, alohida har birini yondirib chiqamiz. Uglerodni, vodorodni, oltin yurt. Shuna qildikmi? Necha chiqdi oxirida javob? 28. Hammada chiqqanmi? Alohida ko'mirni, ya'ni uglerodni, vodorodni, oltin yurtni massalarini topasiz va alohida yondirasiz. Oltin yurtdan SO2 chiqaringizlar. Oltin yurtni ham yondirlang, vodorodni ham yondirlang. Uglerodni ham yondirlang. 28 chiqadi. 4. Sonlaringmi? Botirmi? 5. Anvarmi? 6. Davronmi? 7. Anvarmi? 8. Botir. 9. Sonlarni ko'rsam 9. Xo'p, qaranglar, 9-savolni ko'rib ketamiz. Molyar konsentratsiyasi 0,2 bo'lgan natriy xlorid eritmasiga 0,4 molyarli nima solindi? Natriy sulfat eritmasi qo'shildi. Sulfat ionlari 0,6 bo'lib qoladi, deyaptimi? Demak, bunday qilamiz, qaranglar. Xo'sh, hozir mana eritmada nima turgan edi? 300 ml. 300 ml 0,2 molyarli nima bor edi? Natriy xlorid bormidi? To'g'rimi? Natriy xlorid bor edi. Demak, natriy xlorid bor edi. Ustiga nima qo'shasiz? Natriy sulfat qo'shasiz. Necha molyarli? 0,4 molyarli X deydi. Demak, hosil bo'lgan eritmada nima bor? Natriy sulfat ionlari bormi? Sulfat ionlarining miqdori 0,4 X bo'ladimi? Shundaymi? 0,4 X. Eritmamizning hajmi esa 0,3 plus X teng necha bo'lib qolishi kerak? 0,16. Ikkinchisini ham o'rgataman, yulduzcha varianti. Ko'paytirib yuborsak 0,4 X teng 0,048 plus 0,16 X. 0,16 bu yoqqa o'tsa 0,24 X teng 0,048 X teng 0,2 litr, ya'ni 200 ml bo'ladi. Shundaymi? 200 ml yoki ikkinchi usul yulduzchaga qo'yish. Dastlabki eritma 0,4 molyarli bo'lsa, sulfat ionlari ham shuncha bo'laveradi, baribir. Ikkinchi eritmada sulfat yo'q, bu 0 molyarli. 0,16, tepaga 0,16, pastga 0,24. 300 ga qancha desak? 200 kelib chiqadi. Tushunarlimi? Xo'p, 10. Bu birinchi smenada ham bor-da, menimcha. Yo yanvardagisida bormi? Martdagisi. O'sha kun birta berdim-da, xullas. 10. Sonlarni ko'rsataymi? Sonlaringmi? Natriy xlorid tugatguncha elektroliz qilasiz, keyin suvga o'tkazib yuborasiz. Natriy ionlarini molyarligini so'ragan ekanda sizda. Jami natriy plyusini topib qo'ying. Birinchisida 0,2 ko'paygan 0,3 plyusdan ikkinchisi 0,2 ko'paygan 0,8, chunki 0,4 mol natriy sulfati ichida 0,8 ku natriyning miqdori.
Chiqargan javoblaringni 0.5 ga bo'lib yuborasiz. 0.5 litrga eritma. 0.44. Tushunarlimi? Eslab qolasizlar, ertaga yana tushunib olasiz. Narigi qismda ham bordi. Bo'ldimi? Xo'p, 11. Davron 12. Ko'rsataymi shuni? Ha, 12 ni ko'rsatib ketay. Vaqtimiz bor. Xo'p, 12 is gazi plus suv hosil bo'lyapti karbonat angidrid va nima? Vodorod. Reaksiya bo'yicha moddalarning muvozanat konsentratsiyalari mos ravishda 16, 5, 10 va 8. 0.4 litrlik idishga nima solindi? 0.4 mol suv qo'shildimi? Yangi muvozanatda moddalarning konsentratsiyasi topilsin. Xo'p, Km chiqarib olamiz. Dastlab. Km teng tepa 10 ko'paygan 8, past esa 16 ko'paygan 5. 80 ni 80 ga bo'lsak, endi nima qo'shdik degan? Suv qo'shdik degan. Demak, 0.4 molni 0.4 litrga qo'shgan bo'lsa, 1 mol taqsim litr qo'shganmi shunda? To'g'rimi? Endi suv qo'shgandan keyin reaksiyaning muvozanati qaysi tomonga suriladi? Is gazi plyusdan suv hosil bo'lyapti karbonat angidrid va vodorod. 10 ga suriladimi? 10 ga suriladigan bo'lsa, x mol reaksiyaga kirishib, bulardan ham x moldan chiqadi. Xo'p, karbonat angidridning konsentratsiyasi shunda. Yangi konsentratsiyasi 16 minus x. Suvning yangi konsentratsiyasi esa o'sha 5 da 1 qo'shildik ustiga 6 minus x. Shundaymi? Karbonat angidridniki 10 plus x. Keyingisi nima? Vodorodniki 8 plus x. Ha, sizga. Shundaymi? Qaytadan nimani topasiz? Km nima? Km teng. Xo'p. 10 plus x ko'paygan 8 plus x pastga 16 minus x ko'paygan 6 minus x teng yana 1. X dan necha chiqdi? 0.4. Sizdan nimalar so'ralgan? Xo'p, moddalarning konsentratsiyalari to'g'ri berilgan qator so'rayaptimi? Isgadi shunda 16 dan 0.4 ketsa 15 6. Xo'p, suvimiz 6 dan 0.4 ketsa 5 6. Vodorod 8 plus 0.4 8 4. Karbonat angidrid 10 plus 0.4 10.4. Shundaymi? To'g'rimi? Yaxshi. 13. Suvli eritmada 3 birlik o'zgaradi. Hop. 14chi. Botirmi? Sollaymi ko'rsataymi 14? Ha, niyat qildim. Ketdi. 14. Berilgan reaksiya 20 gradusda 50 sekundda tugaydi. Demak, 20 gradusda necha sekundda? 54 sekundda tugaydi. Xo'p, shu reaksiya 50 gradusda esa necha sekundda? 2 sekundda tugaydi. Ikkovini farqi 30 ku, demak gamma nechinchisi degan? 3-inchisi. Xo'sh, 54 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 27 teng gammaning 3-inchisi. 27 nechinchi 3-inchisi? 3-inchisi. 2 ta 3 tashlab yuborasiz, gamma teng 3. Xo'p, sizdan necha gradusdagi vaqt so'ralgan? 30 gradusdagi vaqtni topish uchun qarang. Oson yo'li. Yo 50 gradus ikkita yo'li bor-da. 50 gradusdagi vaqtni gammani kvadratiga ko'paytirsang bo'ladi. Yoki 20 gradusdagi vaqtni gammani birinchisiga bo'lsang bo'ladi. Ikkita variant bor. Qaysidan kelamiz? Xo'p. 54 sekundda 3 ga bo'ldik. 18 sekund. Yoki bu ham
2 sekundda 3 kvadratiga ko'paytirdingiz. 18 sekund. Javob bir xil chiqaveradi ekan. Tushunarlimi? 15. 15. So'laymi? Ko'rsataymi? Ketdik 15 ta. Xo'sh, 15 nima deyapti? 500 gram 19,6% sulfat sata eritmasiga bariy xlorid ko'paygan ikkita suv solinyaptimi? Demak, sezganlaringdek nisbatni tenglama bilan ishlanishi kerak. Sulfat kislota plyusdan nima ta'sir ettirilyapti? Bariy xlorid ko'paygan ikkita suv. Hosil bo'ladi va bariy sulfat cho'kmaga tushadi. Plyus eritmada H xlordan ikkita chiqadi, plyus ikkita suv hosil bo'ladi. To'g'rimi? Barodan har x mol ketganda bundan 208 ga 36 ni qo'shsak 244 x kirgan. Bundan 233 x chi cho'kmaga tushgan. H xlor ham chiqib ketmaydi işte. Endi nima qilamiz? Sulfat anionining massa ulushini topamiz. Sulfat kislota o'zi qarang, 500 gram 19,6 bo'lsa, 500 ko'paygan 0,196. 98. 98 98 ga bo'lsak-chi 1 mol. Tushundingmi? Demak, 1 mol degani sulfat anioni 96 ga massasi. 96 ga ko'paytirsak 96 gram degani. Tushundingmi? 96 dan mana yerda necha ketyapti? 96 x ketyapti. Tushundingmi? 96 dan 96 x. Xo'sh, eritma o'zi necha gram edi? 500 mi? 500 dan necha ketyapti? Necha qo'shilyapti ustiga? Va necha chiqib ketyapti? Teng, necha foiz bo'lib qolyapti? 6.05 bo'lib qolyapti. Xo'p, x necha chiqadi? Xo'sh, bo'ldimi? X necha ekan? X deb o'zim topib beraman. Qarang, mana bu degani, 1 taqsim 20 deganini bilasizlar-a? Shu osonroq yechim qilyapman-da. Bu tomonda o'zi bo'ladi 500 plyusdan 11x mi? 2 qisqarsa. Teng 96 5 ga 20 ga ko'paysa 1920 minusdan 1920 x. X chapga 510 ga o'tsa 1931 x teng 1920 ga. X teng 1920 taqsim 1931. Ko'paytirasiz uni, qo'shilgan tuzli massasi so'ralganmi? 244 ga. Neysiz? 500 da ayırmaya gittik. Ayırdık 5. Ayırtacağız kerak edi. 1420. X teng 1420 taqsim 1931. Xo'p, bariy xloridning massasini topish uchun 244 ga ko'paytirasiz. Nechiga nechi? Qaysi javob qilasiz? A javob. Demak, 4880 taqsim 27. Mana o 20 bilan 27 ga qisqaryaptimi? Mana o 27 pastda qolar ekan, tepada 20 qolar ekan, qisqarsa. Tushundinglarmi? Qaysi javob? A javob. 16. 16 ni ikkita ishlash usuli bor bolalar. Bittalar proporsiya bilan dastlab kislota, keyin alohida olium olib ishlasangiz ham bo'ladi yoki birdan yulduzcha qo'yarsak ham bo'ladi sulfat foiz qilib. 16 ni qaranglar, birinchi usuli alohida kirishtiramiz.
Demak, 1.8% suv bormi? 100 ni ko'paytiramiz 0.018 ga. 18 gram deganimi? Kim bu? Suv. H2O nima bilan ta'sirlashadi? Esovich bilanmi? H2 esa 4 chiqadi. Demak, har 18 ga 80 ketsa bundan ne chiqadi? 98. Sizda o'zi 18 bormi? Yana 18 ga qancha desangiz? 80 ketgan, bundanchi 98. Xullas, o'zi eritma 1000 edi. Ustiga yana 80 qo'shildimi? Va 1080 gram toza kislota bo'ldimi? 20% li olium degani kislota u yerda necha foiz degani? 80%. Bu toza kislotada. Bu yerda ham 20% nima bor? Olium bormi? Xo'p, 4 ga 1 bo'ladi. 1084 ga bo'ladigan bo'lsak 270. Bu esa o'shda ortgani. Mayda 80 kirishdi, 270 ortdi qo'shsak 250. Tushunarlimi? Xo'p, ikkinchi usul yulduzchaga qo'ymoqchi bo'lsangiz 98.2, 122.5, 20% olium degani 20 da 98 ga ko'paytirib 80 ga bo'lasiz 24.5, 80 ga qo'shsangiz 104.5%. Pastga ko'n ayirmas. 6.3 tepa 18. 18 1000 ga qancha desak, 1 ga 0.35 ga qisqartirsak necha bo'ladi? 250. 105 bu oliumning massa sulfat foizi. 17. Gaz chiqarib yuborilangmi? Necha bo'ldi javob? Kalsiy karbid plus is gaz chiqadi. 18. Qancha? 18 salim. 17. Qarang. S moddaning hosil bo'lish tezligi berilgan. B modda 0.45 10 sekunddan so'ng bir necha bo'ladi? Xo'p. S ni tezligini bergan-ku bizga 0.015. Xo'p, manakini topish uchun 2 ga ko'paytirib 3 ga bo'lasiz yoki S bo'yicha ishlab ketaverasiz. Necha sekund davom ettiryapsiz? 10 sekund. 10 desak, necha? 0.45 emas, 0.15 mol taqsim litr. S reaksiyaga kirishdimi? Reaksiyada A plus 2 ta B hosil bo'lyapti. 3 ta S plus D. 1 ga 2 ketsa bundan 3, bundan 1. 0.15 ga B'dan qancha ketadi desak? 0.1. Tushunaymi? Demak, 0.45 edi. 0.1 ketgan bo'lsa necha qolgan? 0.35 qolgan. Endi idish hajmi nechidir? Agar konsentratsiyasi deganda 0.35, miqdori degancha 2 ga ko'paytirdik. 0.7 mol. Tushunarlimi? 19. Keching bordi-ku bu. Temir 3 ioniga sifat reaksiya kim bo'ladi? Sariq qon tuzi bo'ladi. Keyin radanit, temir natriy radanit va keyin natriy gidroksiddan bo'ladi. Temir 3 gidroksiddan cho'k bo'ladi-ku. 1 3 4 ekan. Yani 2 3 4 ekan. Kısaca. 20. Hisoblaymi? 21. Faqat bunda javoblar ko'payib ketib qoladi. Etilinda ham, propinda ham teng chiqadimi? Alkin deb olib ketdik-a. Noma'lum alkin deb ishlatdik. Xo'p, 22. Hisoblikmi? Qarang, 22 ni ko'ramiz. 22 noma'lum alkan yonganda uzilgan qutbli va qutbsiz bog'larni sifatlaydi. Sen H2 ham +2 bo'lsa alkan. Xo'sh, nechta kislorod ketadi? 1,5 ham +0,5 ta kislorod ketadi. N ta karbonat angidrid, N + bitta nima chiqadi? Suv. Xo'p,
uzilgan qutbli va qutbsiz bog'lar deyaptimi? Demak, qutbli bog'lar, bular faqat uglerod, vodorod bog'larmi? Nechta bor? Xo'p. Qutbsiz desa, uglerod bog'lar n-1. Shundaymi? Xo'p, kislorod bog'lar 1,5 n plus 0,5 ko'paygan 2 ta bor. Shundaymi? Xo'p. Nisbati 1 ga necha ekan? 1,6. Endi topdik, endi necha chiqdi? Necha? 4 talik. 10. Chempions var, qo'shsak. To'g'ri ham. To'g'ri, bundan chiqaydi. Nazokat qani, nazokat. Bo'ldimi? 23. Ketdik. Olayım sallayayım mı? Orta. Hop, 23. Nima deyapti 23? Hajmi necha millilitr? 500 millilitr bo'lgan suvda 6 mol sovuq eritiladi. SO3 plus suv desak, nima chiqadi? Sulfat kislota. Har 80 ga 18 ketsa 98 chiqadimi? Bu 1 mol endi. Bizga 6 mol dedi. 6 molimiz 480 gram. Kislotamiz esa gramimiz esa 584 gram. Qara, o'zi 300 mda suv. 500 ekan. 500 millilitr edi. O'zi 500 edi. Ustiga 480 qo'shilsa qancha bo'ldi? 980 imiz necha foiz? 100%. 584 imiz qancha desak? Ko'paytirib bo'ling 584. Necha? 60%. Mana bu. 588. Necha foiz ekan? 60%. Endi nima degan? SO3 sindirildi. Shunda 78 va 75% bo'lsinmi? Yana shu sulfat foiz bilan ishlash oson emasmi? 60% eritma. SO3 sulfat foizi 122,5, uni yoddan bilamiz, a? Hosil bo'lgan eritmaniki esa 78,75. Pastga 18 va 75, tepaga ayring 122,5 dan 78 va 75. 43,75. Shundaymi? Marodan 120 bo'lami endi shunda? To'g'rimi? Endi 33,6 litr degan-ku, 33,6 litri 120 gram bo'ladi. Esa uchdi. 280 gram. Demak, hajmini so'raganmi? Zichlik necha? 1/4 ga bo'lasiz 200 ml. Sajov. Tushunaymi? 24 ga o'tamiz, ketdik. 24. Nima bo'lar ekan? Chiziqli tuzilishga ega bo'lgan polipeptid 5 ta glitsin, 10 ta alanin, 15 ta serindan tuzilgan. Glitsin H2, NH2, COOH, alanin H3, CH, NH2, COH, serin bitta OH-chasi bo'ladimi shuni? H3OH, CH2OH, CH NH2, COOH. Nechtadan deyapti, qarang. 5, 10 ta, 15 ta. Endi peptid tuzilishini yozib bo'lmaydi bu. Bitta narsa 5, 10, 15 yig'inda 30 mi? Reaksiyadan 29 ta nima chiqib ketadi? Suv
Va reaksiyada necha gram suv chiqib ketsa, shuncha gram suv qaytib reaksiyaga ketadi. Bilasizlar foydasini? Glitsinning massasi 75 kara 5. Alaninning massasi 89 kara 10. Serinning massasi 89 ga 16 ni qo'shadigan bo'lsangiz 105 mi? 105 kara 15 dan 29 ta suvda ayirib tashlaysiz. 29 kara 18. Ayringlar, qani? 2300 necha? Qarang, 2318 gram bo'ldimi? Peptid bu. Endi ana shu uchun necha mol suv ketadi? 29 mol. Sizga aytgan 23 18 ga qancha desa 0,29. Tushunarlimi? Necha mol ekan jami? 0,29 mol ekan. Savollar? 25. Sollaymi? Oxir kunlarda ko'p ishlariga 25 ta. 25 ta nima deyapti? Qarang. 25 ta nima deyapti? Xo'sh, noma'lum nima bor? Modda yondi. Karbonat angidriddan qancha chiqdi? 8. Suvdan qancha chiqdi? 9. Azotdanchi? Hisoblab chiqamiz. Buni 44 ga bo'lsak 0,2, 18 ga bo'lsak 0,5, 28 ga bo'lsak 0,1. Tushunaymi? 0,1. Xo'p, hisoblab tashlasak. Endi qarang nima qilamiz. Bu yerda elementlarning soni bilan ishlaylik. Chunki kisloroddan bo'lgan bo'lishi mumkin-da moddada. Karbonat angidrid 0,2 demak, uglerod necha degan? 0,2. Vodorod 0,5 mol suv ichida 1 mol bo'ladimi? Azotchi 0,1 ichida 2 tadan-ku 0,2 mol bo'ladi. Endi hammasini hisoblab chiqsak, 12 ga ko'paytirsak 2,4, 1 ga ko'paytirsak 1 gram, 14 ga ko'paytirsak 2,8. Qo'shing. Necha? 6,2. Demak, kislorod bormi yo'qmi desak, 6,2 dan 6,2 ni ayirasiz. 0. Bo'lmaydi. Demak, moddanchida nima yo'q ekan? Kislorod. 0,2, 0,1, 0,2. Eng kichkinasi 0,2 mi? Hammasini 0,2 ga bo'lib chiqsak 1. Buni 0,2 ga bo'lsak 5. Buni 0,2 ga bo'lsak 1. Demak, CH5N mi? Metilamin bo'ladimi? Da javob. 26 kecha tahlil qildik-ya buni. C modda efir bo'lishi kerak edi-ya, ajoyib chiqdi. 27. Sirka oldiga chiqdimi? Linoldan nechta qo'shmoq bor? Oleyinda bitta, linolda ikkita. Ikkita qo'shmoq hisobiga vodorodlar soni 4 ta ekanmaydi. CnH2-4 O2. Polipropilenni ham kecha ishladik, 56-chiqdimi? Glitsinning formulasi ajoyib. 2 xil anion chiqaradigan modda kalsiy oxlorid. Ajoyib. Xo'p, 32 ni ham kecha ishlab berdim. 3,2 chiqdi. Ajoyib. 33, 34, 35. Xo'p, qaranglar. 33, 34, 35. Ikki noma'lum chega olib kelasizlar, aylantirib. Kimlar bor reaksiyada? Natriy sulfid va kim bor? Kaliy sulfid. Manodan X, bundan Y olaylik. Birinchi ta'rifi nima degan? Qarang, birinchi ta'rifni ishlatamiz. Natriy, kaliyning massasi natriydan 11 gram ko'pmi? Kaliyning massasi 78 Y. Natriychi
46 x ayirma nechi? 11. Ikkinchisi metal qarang, aralashma bilan metallarning farqi oltinga o'rta massasini bermaydi. Tushundinglarmi? Aralashma bilan nimaning farqi? Metallarning farqi nimani beradi? Oltinga o'rta beradimi? Tamom. Shu 2 ni, 9 6 ni shu 2 ga bo'ling. Necha? 0,3. Demak, x plus shu 2 emas 32 ga bo'ladi. X plus y nimaga teng? 0,3. Yo, moddalar molu bilan ishlayapmiz. Tenglama ishlab chiqasiz. X plus y teng 0,3. Shundaymi? 78y minus 46x teng 10. Ayirib tashlasak x 0,2, x 0,1, y 0,2. Ya'ni mana bunday tarkibda bo'lgan ekanda. Natriy sulfitni moli 0,1, kaliy sulfitni molichi 0,2. Nimalar so'ralgan? Kaliylar soni 33. 0,4 ikkitadan ko'p. Javob 34. Sulfitlarning massa farqi desa, mana buni ko'paytirasiz 78 ga 708. Buni ko'paytirasiz 110 bilan 110 ga 22. Farqi 14,2. Bormi javob? Javob 35. Xo'p, qarang. Hozir eritma massasi necha gram kamayadi deyapti-ku, bunda ishlaysiz-da. Alyuminiy sulfatga nima ta'sir ettirsak? Nimalar hosil bo'ladi? Natriy sulfat mana yerda gidroliz bo'lib ketadi-da, suv ham kirib ketadi. Alyuminiy gidroksidi plyusdan H2. Buni oldi 3, buni oldi 2, buni oldi 6, buni oldi 3, buni oldi. Buni oldi-chi? Xullas kalom, har 3 molida nechiga farq qiladi, qarang. Mana 78 dan 3 tasi kirdi eritmaga. 78 kara 3 234 kirdi. Chiqib ketayotgani-chi desak, 2 ta alyuminiy OH, 3 ta H2. 258. Ayirma 24. Shundaymi? Xo'p, nechisida? 0,1 da qanchaga farq qiladi desak, 0,8 ga farq qiladi. Shundaymi? 0,8 qancha? Tushunamizmi? Tushunishganmidlaring o'zi? Xo'p, soat nechi bo'ldi? Xo'p, 5 o'ni ham tez-tez ko'rib tashlaylik. 36. 36 qayerda chiqdi? Hisoblaymi? A va modda tarkibida ikkita element bor. A yorug'lik va issiqlik ta'sirida parchalanib, oddiy modda A modda yorug'lik va issiqlik ta'sirida hosil bo'lgan oddiy modda B moddada yonadi. B modda katalizatorsiz yonishidan X element tutgan oddiy modda hosil qiladi. Agar katalizator ishtirokida yonsa nima? X somi A plus B dan nima chiqadi? Xullas kalom, A modda amyakmi? Shundaymi? B modda kislorodmi? To'g'rimi? X element azotmi? To'xta. Qaysi modda chiqardingiz? B modda ammiyak ekanda, A modda nitrat istasa ekan. Ammoniy nitrat bo'lar ekan. Qaranglar. A modda kim ekan? Nitrat kislota. B moddachi
ammiak hosil bo'ladi NH4 NO3. Aniq. Ta'riflar tushyaptimi shularga? Nitrosata yorug'lik ta'sirida parchalanishidan suv, azot to'rtchi kislorod chiqadi-ku. Kislorod ammiak bilan ta'sirlashyapti. 37 2019 savol eslaringizdan buyon aralashmadagi nimani topib olardik? Kislorod nima? Kislorod, azot. 32 ga 28. O'rtasi necha bo'lyapti? 38 mi? 208 ga 1 u 2 ketsa jami 4. 10 ichida kislorod qancha desak? 7 mi? Biriga nechta ketibdi demak? To'xtang, bu yerda mana 7, mana necha bo'ladi kislorod? 3 bo'ladimi? Tamam, shundan ishlaymiz. 3 ga farq qilsa, 3imiz azot o'zgarmaydi-ku. 37.5%, 100imiz qancha desak? 8 mi? Bunday ishlaymiz, qarang. Birida ustiga 10 qo'shildi, necha bo'ladi? 11. 11 dan necha ketdi? 8 ketdi. Necha? 3. Demak, qaysi alkan yonganda 3 molga hajm kamayishini topib olishimiz kerak-da. Alkanning umumiy yonishi CnH2n+2, kislorodni oldi 1,5n+0,5 ta. Shundaymi? N ta karbonat angidrid, N+ bitta nima chiqadi? Suv chiqadi. Shundaymi? N+ bitta suv chiqadi. Demak, endi nima qilasiz? Endi nima qilasiz? Mana bu oldi 1, buni oldichi 1,5n+0,5, buni farqi n. Demak, chap tomon 1,5n+0,5 minusdan n teng nechi bo'ladi? 3 bo'ladi. Ayirib tashlasak 0,5n+0,5 teng 3, n teng 5 bo'ladi. To'g'rimi? Aytdimmi? Xo'p, hosil bo'lgan aralashmada nima so'ralyapti bizdan? To'xtada, pendan chiqmay qoladi. 5, 188. Mana 1,5 bo'lib ketadi. 1,5 bo'lsa, manadan ham 1, mana 1,5 bo'ladi, endi 3 chiqar ekan. 0,5 chiqib ketibmiz. Xo'p, propan yonishidan biridan 3 ta chiqadimi? Oxirgi aralashma 8 litrmidi? 8imiz 100%, biridan 3 ta karbonat angidrid chiqqan bo'lsa 3 litr. Teng bu ham 37,5%. Oldimi? Ketdik. Hammaga tushunarli? O'tkazib keyingi 37 to'g'ringlar. Ketdik. 38. Kaliy karbonat gidrokarbonat aralashmasi bor. Nima qildi? Qizdirildi. Hosil bo'lgan gazning hajmi qattiq qoldiqdi deyapti. Mol miqdorda xlorid kislota bilan ta'sirdan chiqqan gazga nisbati 2 ga 50. Dastlabki kaliy gidrokarbonat 20 gram bo'lsa, 2 ga 5 bo'lsa, kaliy karbonat chiqadi. Kaliy gidrokarbonat parchalasini nima chiqaradi? Kaliy karbonat, karbonat angidrid va suv. Buni oldi necha? 2. Har 200 gramdan mana 1 mol, mana necha chiqardi? 1 mol. 20 bormi sizda? 20 dan qancha chiqadi desak 0,1, bu qancha chiqadi desak bu ham 0,1. Endi 5 ga 2 nisbatda deyaptimi? 0,1 chiqqan bo'lsa dastlabki qancha bo'lgan? 0,25 bo'lgan. Ya'ni xlorid sutida erishidan chiqqanida. Kaliy karbonat
plus H xlor desak, bundan nima chiqadi? Kaliy xlorid, nima? Karbonat angidrid va suv chiqadi. Ikkita edi, demak, buni oldiga 2 qo'yasiz, buni oldiga 2 qo'yasiz teng. 1 moldan necha mol chiqadi? Necha chiqadi hozir bizda? 0,25 qanchasidan chiqadi desak necha? 0,25. Undan mana yerda necha chiqdi o'zi? 0,1 gidrokarbonatniki bo'lsa, adashda o'zida qancha bo'lgan? Massasi so'ralyaptimi? Demak, kaliy karbonatning massasi 138 midi? Ko'paytiring. 20 butun 7 gram. Tushundinglarmi 38 ni ham? 39. Kecha shuni butenli varianti bor edi. Bu yerda etilenli variantda ketdi. Xo'sh, qaranglar. 39. 1 ga 3, ya'ni 1 3 mol etilen vodorod aralashmasi bor. Qarang, bunday ishlaymiz. Mana bunday ishlaymiz. Nima bor edi işte? Etilen va vodorod. Necha mol edi? 1 3 molmi? O'rtachasi nechiga teng? 20. Reaksiyadan keyin qara, etilen ortadi, etan hosil bo'ladi, vodorod ortadi va o'rtacha necha bo'lib qolyapti? O'ng'illama. Bor, chiq tashqariga asabni buzmay o'ng'illavering. Kuniga 10 martadan aytyapman o'ng'illamay. Og'zingdan qaytib gap chiqar, shuncha imtihonga bir hafta qolib turibdi o'zi. Qara, oson yo'li. 26 ni 20 ga bo'l. 1 3 mi? Demak, 1 3 marta molyar massa oshdimi? Demak, 1 3 marta hajm nima qiladi? Kamayadi deb o'ylasak bo'ladimi? Faqat qachonki reaksiyadan gaz modda, faqat gaz moddalar bo'lishi kerak. Suyuq, qattiq modda chiqmasligi kerak. So'ra formaldehid misolda bunaqa usul ishlamaydi, chunki u yerda nima ham chiqadi? Suyuq modda, metanol chiqib ketadi. Endi 1 3 bo'lsa, 1 3 ta ana shu 1 3 ga bo'lasiz, mana 1 3 ga. Necha? Farq necha? 0,3 mi? Tamam. Dastlabki tarkibini topib ketaylik. Etilen 28, vodorodchi 2. O'rtaga 20 qo'ysak, tepa 18, past 8, 26. 1 3 ichida mana bu demak 0 4. Bu esa 0 9. Shundaymi? Endi reaksiyaga qaraymiz. C2H4 plyusdan vodorod C2H6 chiqadimi? Biriga 1 kirishganda 1 bo'lsa farq ham 1. 0 kirishganda qanchadan desak? Bular ham 0 3 bo'ladimi? Nima so'ralgan? Necha gram metan olinganimi? 0 30 ga ko'paytirasiz. Tushundinglar? Ketdik 20. Yigirmanchini ko'ramiz, ketdik. Glitserin va 2 xil karbon kislota bor deyapti. Bitta metilenga farq qiladi. Xo'p, biz yog'iga qaramaymiz, biz mana bu yerga qaraymiz. Glitserin C3H kes O3 desam bo'ladimi? 1.84 ni 2 ga ko'paytirsak, 68 gram. RCOO natriy tarkibli tuz esa, natriy OH chiqar. 6.88 ni ko'paytiramiz 2 ga 13.76 gram. Ikon qo'shing, mahsulotlar qancha chiqadi? 17.44 gram. Endi qarang, sarf bo'lgan natriy OH topishda oson yo'li borlar. Glitserindan 3 marta ko'p ketadi-ku. 92 ga bo'lasiz 0.04, 3 ga ko'paytirasiz 0.12 mol. 1 ga 3 ketaveradi-ku.
0,12 ni 40 ga ko'paytirsak 4,8. Massaning saqlanish qonuni. O'ngda necha gram modda chiqsa, chapda shuncha gram modda bo'lganmi? Ayirib tashlaysiz. 17,4 dan 4,8. 12,60. Kimligini topib turish kerak edi. Tushundinglarmi? Xo'p. Yozmashini kechqurun ko'ramiz. Shunday yo'qmi?